Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Yangi yilning kirishi bilan Dunyo uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasida chet ellik kuzatuvchilarning va Fransiyani asos qilgan g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan muhim hodisalarning biri yuz berdi. U bo'lsa-mu 1-ayning 5-kuni Qurultayning Minxin shahridagi markaziy ishxonasida Aljeriyaning asli yerlik xalqi hisoblangan va uzun yillardan buyon Aljeriyadan erkinlik va mustaqillik talab qilayotgan 8 million Kabiliya xalqiga vakillik qilayotgan Markaziy Fransiyadagi Kabiliya vaqtliq hukumati bilan Dunyo uyg'ur qurultiyi o'rtasida do'stlik va hamkorlik kelishimi imzolandi. Tarixdan buyon Aljeriyaning sharq shimolida yashab kelgan va barbariylar deb atalgan Kabiliya xalqining dunyoga tanilgan mashhur lideri Kabiliya vaqtliq hukumatining prezidenti Farhat Mehinni apandim bilan Qurultay raisi Dolqin Isa apandim tarafidan bevosita imzolangan 6 moddalik do'stlik va hamkorlik kelishimining 5-moddasida agar ikki taraf xalqlarining qaysi biri mustaqillikka erishgan taqdirda yana bir tarafni o'z xalqining birdan bir vakili deb taniydi va shu tarafning yana bir tarafda elchixona ichishiga va'da beradi. Bir taraf o'z zaminida yana bir tarafning iqtisodiy, diplomatiya va bexatarlik jihatdagi butun talablarga yordam berish kapolatli qiladi deb ko'rsatildi. Kabiliya vaqtliq hukumati bilan Dunyo uyg'ur qurultiyi o'rtasida 5-yanvar imzolangan do'stlik va hamkorlik kelishimi haqidagi xabar 6-yanvardan e'tiboran Fransiyadagi fransuzcha va barbaricha tillardagi matbuotlarda va Germaniya matbuotlarida keng ko'lamda e'lon qilinishga boshlandi. Signature d'un traité d'amitié et de solidarité entre le peuple ouïghour et le peuple kabyle. Le peuple ouïghour, représenté par M. Dolqun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, et le peuple kabyle, représenté par M. Ferhat Meheni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement provisoire kabyle, Anavad, ont signé ce vendredi 5 janvier à Munich en Allemagne un traité d'amitié et de solidarité. Chet ellarda ilib berayotgan da'vo tariximizdagi zo'r hodisalarning biri hisoblangan bu voqeaga bir-biri bilan eg'iz burun yalishib yurgan Aljeriya va Xitoy hukumatlarining qanday inkas qaytardiganligi hozircha noma'lum. Xitoy bo'lsa Aljeriyaning eng chong savdo sheriki bo'lib, Xitoyning Aljeriyaga qaratgan yillik eksport miqdori 8 milliard dollardan oshadi. Fransiyaning dunyoga tanilgan futbolchisi Zeyniddin Zidan apandimma Kabiliya millatiga mansub bo'lib, Kabiliya vaqtliq hukumatining navbatdagi prezidenti Farhat Mehinni apandim bo'lsa, faqat Aljeriyada emas, hatto butun arab dunyosida tanilgan kompozitorlarning biri va Kabiliya xalqining navbatdagi istiqlol marshini o'z bevosita qalamga ilib akkordlashtirgan. Kabiliya xalqining mustaqillik kurishiga va Kabiliya o'quvchilar harakatiga liderlik qilgani uchun ilgari ko'p qatim Aljeriya hukumati tarafidan tutqun qilingan Farhat Mehinni apandim 1994-yili Fransiyaga qochib kelib siyosiy panohlik tilagan. 2021-yili Aljeriya hukumati Farhat Mehinni ustidan xalqaro tutish buyrug'i chiqargan edi. Farhat Mehinni apandim hozir qadar Kabiliya xalqining mustaqillik kurishiga qarshi turayotgan aljeriyalik radikal terrorist kuchlarning 3 qatimliq suiqasdiga uchragan bo'lib, 2001-yili aljeriyalik terroristlar uning cho'ng o'g'li Amizayn Mehinnini dadisiga o'qishtirib xato oldi Parijda qasdlab o'ldirgan edi. Shuning uchun Kabiliya vaqtliq hukumatining talbi bilan prezident Farhat Mehinni apandimning 1-ayning 5-kuni Dunyo uyg'ur qurultiyining Minxindagi markaziy ishxonasini ziyorat qilganligi intayin maxfiy tutildi. 5-yanvar kuni Dunyo uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa boshchiligidagi qurultayning markaziy rahbarlari prezident Farhat Mehinni va uning hamrohlarini qurultayning Minxindagi markaziy ishxonasida qizg'inlik bilan kutib oldi. Uzun yillardan buyon Ispaniyada mustaqillik talab qilayotgan katalonlar bilan yaqin do'stlik va hamkorlik munosabat o'rnatgan Dunyo uyg'ur qurultiyi markaziy Barselonadagi Kataloniya milliy majlisi bilan xalqaro sahnalarda birga harakat qilib kelgan edi. Shuningdan keyin markaziy Parijdagi Kabiliya vaqtliq hukumati bilan Maastrichtdan yaqin munosabat qurgan Dolqin Isa boshchiligidagi qurultay hay'ati Fransiya qilgan ziyoratlar jarayonida bir qancha qatim Kabiliya vaqtliq hukumatining prezidenti Farhat Mehinni apandim va uning hamrohlari bilan ko'rishib, ikki taraf xalqlarining buningdan keyingi hamkorlik haqida muzokara olib borgan va 2024-yili 5-yanvar kuni Dunyo uyg'ur qurultiyining Minxindagi markaziy ishxonasida ikki taraf o'rtasida rasmiy do'stlik va hamkorlik kelishimi imzolash haqida o'rtaq qarorga kelgan edi. Kelishim imzolash murosimi Sharq Turkiston va Kabiliyaning istiqlol marshi bilan boshlandi. İmzadan burun söz qilgan prezident Farhat Mehinni apandim Uyg'urlarning ona vatani Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan bir zamin ekanligini, Kabiliya xalqi bilan taqdirdosh bo'lgan Uyg'ur xalqining o'zining erkinligi va milliy mustaqilligini asliga keltirish uchun elib berayotgan kurashlarini tak Uyg'urlar mustaqillikka erishgan qadar butun kuchi bilan izchil holda qo'llab-quvvatlaydiganligini ifoda qildi. Dolqin Isa va Farhat Mehinni tarafidan imzolangan 6 moddalik do'stlik va hamkorlik kelishimida mundaq deb ko'rsatildi.
Uyg'ur va Kabiliya xalqlari mustaqillik bo'lgan tashnaligini va bu xalqlarni mustamlika va besim ostiga ilib olgan diktator Xitoy va Aljeriya davlatlariga qarshi o'z taqdirini o'z belgilash huquqlarini qo'lga keltirish uchun tinchlik shaklda kurash qilish jihatdagi qat'iy irodasini o'rtaqlashidi. Vatanlari bir-biriga nayt yiroq musofada bo'lsa-mu, ammo milliy kimliklarini, ona tillarini va madaniyatlarini qo'g'dab qilishga bo'lgan qayg'ularini o'rtaqlashidi va buni butun dunyoga e'lon qiladi. Ikki taraf xalqlari o'zaro madaniyat almashtirish, kurash tajribalarini o'rtaqlashish va o'zaro dialogni kuchaytirish orqali baxtiyor, tinch bir dunyo barpo qilinishiga o'z asarlarini qo'shilganligiga bo'lgan kuchli orzularni namoyon qiladi. BDT nizomnomasi madaniyat va siyosiy haqlarga munosabatli xalqaro kelishimlar va BDT kishilik huquq umum bayonnomasida qayd qilingan millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash prinsipiga tayangan Uyg'ur va Kabiliya xalqlari o'zlarining eng yuksak milliy manfaatlari uchun birlikda harakat olib boradi. Uyg'ur xalqiga vakillik qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining prezidenti Dolqin Isa apandim bilan Kabiliya xalqining o'z taqdirini o'z belgilash harakati va Kabiliya vaqtliq hukumatining prezidenti Farhod Mehinni apandilar o'rtasida tovanki kelishim imzolandi. Birinchi, Uyg'ur va Kabiliya xalqlari mazkur kelishimni imzoladi. Ikkinchi, xalqaro sahnalarda tashviqot va diplomatiya jihatlarida bir-biriga hamdam bo'ladi. Uchinchi, ikki taraf imkoniyatlar yor bergan doira ichida madaniyat almashtirish olib boradi. To'rtinchi, mazkur kelishim bo'yicha ikki taraf o'rtasidagi munosabatlarning taraqqiyot yuzlanishini va ikki taraf o'rtaq olib boradigan faoliyatlarni muzokara qilish uchun qarorli holda yillik yig'in o'tkazib turdi. Beshinchi, agar ikki taraf xalqlarining qaysi biri mustaqillikka erishgan taqdirda yana bir tarafni o'z xalqining birdan bir vakili deb taniydi va shu tarafning yana bir tarafda elchixona ichishiga va'da beradi. Bir taraf o'z zaminda yana bir tarafning iqtisodiy, diplomatiya va bexatarlik jihatdagi butun talablarga yordam berishga kapolatlik qiladi. 6. Mazkur kelishim izchil kuchga ega bo'ladi va zarur tepilsa ikki taraf o'rtaq holda kelishimga tuzatish kirgizdi. Yuqorqi tarixiy kelishimga imzo qo'yilgandan keyin Dolqin Isa apandim bilan Farhod Mehinni apandilar naq maydonda o'z tillarida qisqa bayonot e'lon qilib, o'zaro tabriklashdi. Bugün biz Kabilen halkıga vakaleten ve şundakla Şarkı Türkistan halkıga vakaleten bir de Kabilen halkının erkinliği için köreş kılatkan Kabilen öz takdirini öz belgileş hareketinin reisi Ferhat Mehammi Efendi bilen Şarkı Türkistan vakaleten Dünya Kurultayı'nın reisi buluştuğumuz bilen bir anlaşma, hemkarlık anlaşması toxtamı imzaladık. Dünya Kurultayı'nın merkezi işhanısı da məqsidimiz bulamı Aljeriya hükümetinin besimi astıda kişilik hak hukuki, izzet, abroyu defsenli kılınatkan erkinlik için öz takdirini öz belgileş, müstakillik için küreş kılatkan bir halk. Uygurlarımı okşaşla Xitay hakimiyetine karşı özümüzün milli müstakillik egeligimizni qo'lga keltirish uchun kurash qilayotgan bir xalq. Bu noktada bizning o'rtaqliklarimiz, o'rtaq yo'nalishlarimiz bo'lganligi uchun xalqarada bu davoyimizni birga olib berish maqsadi bilan bu to'xtamni imzoladik. Kabilen xalqimi va Sharq Turkiston xalqimi vakolatsiz millatlar tashkiloti, ya'ni UNPO'ning a'zosi bo'lib, bir qancha yildan buyon birga kurash qilayotgan. Bugun bularni biz ishxonamizda qabul qildik. Rahmat. Yes. Sen mirsin استقبالي السلام مثلا أشواي نيوغورن دوين إملا الغيثيكل ثمن زوز نخدم هدن نهاد Aljeriyaning sharq shimolida yashab kelgan Kabiliya xalqi nihoyat uzun tarixga va cho'nqur madaniyatga ega bo'lib, ular berbericha deb atalgan tilda so'zlashadi. Navbatda Fransiyada Kabiliya millatiga mansub 1 milliondan ortiq inson yashamoqda va Fransiyaning parlament va hukumat saylovlariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan intayin zo'r siyosiy kuchga ega. Yana shundaqla Kabiliya vaqtli hukumatiga bevosita qarashliq fransuzcha, arabcha va berbericha tillarda ko'plagan axborot organlari bor. Onundan başqa yana Kanadadamı bir qancha yüz minglagan Kabiliyalıqlar yaşamoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan Kabiliya vaqtliq hukumat o'rtasida yuqorqi do'stlik va hamkorlik kelishimining imzolanishi Uyg'urlar masalasining Fransiya va Shimoliy Afrika davlatlaridagi yana shundaqla arab dunyosidagi ta'sirini oshirishda intayin muhim ahamiyatga ega. Buningdan ilgari Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan Ispaniyadan mustaqillik talab qilayotgan Kataloniya Milliy Majlis o'rtasida o'rnatilgan kuchli do'stlik va hamkorlik munosabati Uyg'ur masalasining Ispaniyadagi va ispan tilida so'zlashadigan Latin Amerika davlatlaridagi ta'sirini oshirishda turkilik muhim rol o'ynagan edi.
Dünya Uyg'ur qurultayı 4 yanvar bayonot e'lon qilib, Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Husayn Ibrohimning atalmish Uyg'ur avtonomiylik partkomining doimiy hay'at a'zosi Elzat Ahmadjonni kutib olganligi va Islom hamkorlik tashkiloti bilan Xitoyning hamkorligini kuchaytirishni muzokara qilganligini qattiq tanqid qilgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandi Islom hamkorlik tashkiloti Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlar qartilgan irqiy qirg'inchilikni butunlay nazardan saqit qilib, Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandi İslam Həmkarlıq Təşkilatı Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa musulmonlar qartılğan irqiy qırğınçılıqni bütünlay nazardan saqit qilib, Xitoy Kompartiyasining islom dinini cheklashi, uni jinoyatlashtirishi va jazolashini o'z ixtiyorligi bilan qo'llamoqda. Xitoy Kompartiyasi amaldorining muqaddas ziminni ziyorat qilishi, uning irqiy qirg'inchilikni oqlashiga fursat yaratib berish yirginishlik degan. Ma'lum bo'lishicha, bu uchrashish Elzat Ahmadjon boshchiligidagi Xitoy vakillari o'migining o'tgan yil 12 oyning oxirlaridan boshlab musulmon davlatlarga qarta ilib borgan ziyaratining bir partisi ekan. Elzat Ahmadjon boshchiligidagi hay'at o'tgan hafta Arab Birlashma Xalifaligini ziyorat qilib, Abu Zabida Dunyo musulmon millatlar kengashining raisi Ali Rashid Al-Nuaymi bilan ko'rishgan. Arab Birlashma Xalifalik taratqullarining xabarlarida atalmish ikki taraf musulmonlarning oshqo'llikqa qarshi turishni o'z ichiga olgan temalarda muzokara ilib borganligi bildirilgan. Ali Rashid Al-Nuaymi o'tgan yili bir qism musulmon davlatlarining ulamolarini boshlab Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. U ziyoratda Xitoyning g'arb davlatlari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb ayblanayotgan atalmish Xinjiang siyosatidan aqlab, kishilik huquq tashkilotlari va g'arbdagi musulmon tashkilotlarining qattiq ayblashiga uchragan edi. Dünya Uyg'ur qurultayining bayonotida ko'rsatilishicha, Islom hamkorlik tashkiloti izchil ravishda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarshi sodir qilayotgan vahshiy jinoyatini e'tirof qilmay kelmoqda ekan. Elzat Ahmadjonning BDT kishilik huquq kengashi bu oyning oxirlarida Xitoyning kishilik huquq xotirasini qarorlik ko'rib chiqish oldida turgan bir paytda Islom hamkorlik tashkilotini ziyorat qilishi diqqat qo'zg'amoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.